O'zbekistonning Jahon chempionatidagi g'alabasiga qanday munosabat bo'ldi? Qatar 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Jahon chempionatiga mezbonlik qilmoqda. Bu gal FIFAning ushbu turnirda ilk bor 48 ta mamlakat terma jamoalari g'oliblik uchun kurashyapti. Musobaqa tashkilotchilariga ko'ra, endi 17 yoshli futbolchilar o'rtasidagi mundial muntazam har yili o'tkaziladigan bo'ldi. Bu turnir jahon futboliga yangi iqtidorlarni kashf etib berish bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston U17 terma jamoasi 20-marotaba o'tkazilayotgan ushbu jahon chempionatida Osiyo chempioni sifatida ishtirok etmoqda. Bu yosh toifasidagi mundialga 3-marotaba qatnashayotgan futbolchilarimizga bu gal Islom Ismoilov murabbiylik qilyapti. Iste'dodli futbolchilarimiz J guruhida Paragvay, Panama va Irlandiya Respublikasi bilan kuch sinashishi belgilangan. Islom Ismoilov shogirdlari birinchi uchrashuvda Paragvay U17 terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, Azizbek Abdumominovning dubli evaziga 2-1 hisobida zafar quchdi. Raqib yagona javob to'pini penaltidan kiritdi. O'zbekiston U17 terma jamoasi g'alabasiga Osiyo futbol konfederatsiyasi o'z munosabatini bildirdi. O'zbekiston Qatarda mezbonlik qilayotgan FIFA U17 jahon chempionatini J guruhida Paragvay terma jamoasi ustidan 2-1 hisobidagi g'alaba bilan boshladi. Uchrashuvning eng yorqin yulduzi dubl qayd etgan Azizbek Abdumominov bo'ldi. O'yinning oxirigacha Paragvayning bosimiga dosh bergan O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatidagi dastlabki ochkolarini qo'lga kiritdi. Hujumkor futbolchi Azizbek Abdumominov 25-daqiqada jamoadoshi Abubakr Shukrullayevning pasini uzoq masofadan kuchli zarba bilan darvoza to'riga joyladi. Birinchi bo'limdagi to'xtalishlar uchun qo'shib berilgan kompensatsiya vaqtida Azizbek jarima maydonchasi ichida to'pni bir zarba bilan yana darvozaga kiritdi. Ikkinchi bo'limda Paragvay vaziyatni o'nglashga harakat qilgani bois o'zbekistonlik futbolchilar qolgan vaqt mobaynida alohida diqqat e'tibor bilan o'ynashiga to'g'ri keldi. Janubiy amerikaliklar 89-daqiqada Alan Pedemesning penaltidan kiritgan goli evaziga hisobdagi farqni bittaga qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Lekin O'zbekiston g'alabani ushlab qolishni uddaladi. Endi Saudiya Arabistonida o'tkazilgan Osiyo chempionati g'olibi sifatida jahon chempionatida qit'a sharafini himoya qilayotgan o'zbekistonliklar shanba kuni Irlandiya terma jamoasiga qarshi saf tortadi. Irlandiyaliklar birinchi uchrashuvda Panama futbolchilarini 4-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi, deb yozdi Osiyo futbol konfederatsiyasining matbuot xizmati dafk.com rasmiy saytida. Ta'kidlash joizki, uchrashuvda dubl qayd etgan Azizbek Abdumominov jahon chempionati to'puralari poygasiga ham qo'shildi. Bo'lajak uchrashuvdagi g'alaba Islom Ismoilov shogirdlariga guruhda yakka peshqadamga aylanib olish imkonini berishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. O'zbekiston U17 terma jamoasi Qatar maydonlarida zafarli yurishlarini davom ettirishiga umid bildiramiz.